Chechenistonlik Hamzat Chimayev nega janglarga Checheniston nomi ostidan chiqmaydi? Ya'ni Rossiya bayrog'i ostidan janglarda qatnashmaydi. Men hozir aynan shu haqida sizga ma'lumot beraman. Agar video yoqsa, albatta like va obuna tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Rossiyada siyosiy o'yinlar avjiga chiqib, Chechenistonda vaziyat og'irlashgandan so'ng 19 yoshli Hamzat onasi bilan Shvetsiyaga qochqin sifatida ketishga majbur bo'ladi. U Shvetsiyada o'zining eng og'ir yillarini o'tkazdi desam adashmagan bo'laman. 19 yoshli Hamzat Shvetsiyada qochqin vizasi bilan istiqomat qiladi. Fuqaroliksiz qochqin sifatida biror mamlakatda istiqomat qilish bu juda ham qiyin vaziyatlarga duchor qiladi. Shuning bilan birgalikda Hamzat va uning oilasida moliyaviy yetishmovchiliklar sababli Hamzat bir necha bor sportni tashlashga qaror qiladi, lekin uning onasini sportni tashlamaslikka ko'ndirganligi sababli Hamzat sportni davom ettiradi. Ko'p hollarda sport zallarida tunab qolardi va hatto yeguliklariga ham ba'zida pul topa olmaganligini ta'kidlab o'tadi. Shvetsiyada kurash bilan shug'ullanishni davom ettirgan, chempion bo'lgan va UFC'da yaxshigina obro' e'tibor topgan Hamzat Shvetsiyadan ham ko'chib ketishiga bir sabab bor edi. 2023-yilda Hamzat Shvetsiya bayrog'i ostida jang qilishni ham to'xtatdi. Bunga sabab 2023-yilda Shvetsiyada Qur'onni yoqib yuborishlari sabab bo'ladi. Musulmon dinining eng oliy kitobini yoqqanligini va unga Shvetsiya hukumati hech qanday izoh bermaganligini ko'rgan Hamzat bu mamlakat fuqaroligidan ketishga qaror qiladi va Hamzatga musulmon mamlakatlaridan biri Birlashgan Arab Amirliklari o'z fuqaroligini taklif qiladi va Hamzat bugungi kungacha Birlashgan Arab Amirliklari bayrog'i ostida janglarga qatnashib kelmoqda. Hamzat Boris Chimayev haqida bundanda qiziqarli faktlar haqidagi videoimni YouTube sahifamga joylab qo'ydim. O'tib bemalol tomosha qilishingiz va o'z fikrlaringizni bildirib qoldirishingiz mumkin bo'ladi.